O'ziga nisbatan to'g'ri xulosa chiqarmagan haydovchining transport vositasi yana jarima maydoniga joylashtirildi. Damas yo'llarimiz Namanganliklarga keng tarqaldi video. Bu videoda o'z chekkalardan uzr so'rayman. Boshqa qaytarilmaydi. Yo'l qoidasiga amal qilaman. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda ushbu Damas rusumli 50D391XA davlat raqam belgili avtomashina haydovchisi tomonidan shahar ko'chalarida xavfli manevrlarni sodir etib harakatlangan holati video tasvirlarga olingan va bu ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari tomonidan haqli e'tirozlar kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Haydovchi hamda avtomashina mas'ul xodimlarimiz tomonidan aniqlandi va transport vositasi jarima maydoniga joylashtirildi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.10 moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Esingizda bo'lsa, avval ushbu Damas rusumli avtomashina haydovchisi tomonidan xuddi shu kabi qoidabuzarlik sodir etganligi uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.5 moddasiga asosan chora ko'rilgan edi. Haydovchi o'ziga to'g'ri xulosa chiqarmaganligi sabab yana shu holatni takror sodir etdi. Shu o'rinda barcha ota-onalardan farzandlari tomonidan bu kabi xatti-harakatlarni amalga oshirib, o'zi va o'zgalar hayotini xavf ostida qoldirilishiga befarq bo'lmasliklarini so'rab qolamiz. Zero yo'l qoidasi umr foydasi.